Chilonzor tumanidagi 14-sonli musiqa va san'at maktabida iqtidor maktab ansamblining tuman bosqichi bo'lib o'tmoqda. Marhamat, jarayonlarni biz bilan birga kuzatib boring. Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi, madaniyat vazirligi, kelajak markazlari hamkorligida iqtidor maktab ansambli tanlovining tuman bosqichi. Maktab ansambli tanlovining asosiy maqsadi iqtidorli o'quvchilarni iste'dodlarini namoyon etish. Bu tadbir kelajak markazlari, Maktabgacha maktab ta'lim vazirligi hamda Madaniyat va sport vazirligi hamkorligida tashkil qilingan bo'lib, bunda maqsad shuki, yoshlarimizni iqtidorini yuzaga keltirish, ularni san'at va madaniyatga bo'lgan hurmat ehtiromini yanada oshirishdan iborat. Yoshlarimiz har doim bizning e'tiborimizda, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish bu bizning burchimizdir. Iqtidor maktab ansambli respublika tanlovining tuman bosqichi bo'lib o'tmoqda. O'quvchilarimizning iste'dodlarini, ayniqsa chekka hududdagi o'quvchilarimizning iste'dodlarini ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Bizning maqsadimiz o'quvchilarimizni madaniyat va san'at yo'nalishi bo'yicha o'z iste'dodlarini namoyon etish edi. Sonli musiqa maktabda tuman bosqichidamiz. Kuyimiz Lola raqsi bilan boysunmoqligi. Raqiblar kuchli, o'tgan yilgidan ko'ra kuchliroq. O'tgan yil tumanda 2-o'rinda olgan edik. Bu tanlovlarni o'tkazishdan maqsad biz yoshlarni iqtidorini, iste'dodini ro'yobga chiqarishga qaratilgan. Denov tumanidagi bo'lib o'tgan iqtidor maktab ansambli bosqichida 1-o'rinda qo'lga kiritdik. Biz bundan juda mamnunmiz. Maqsadimiz respublikaga chiqish, chet el sayohatiga borish. Bizga shunday sharoitlarni yaratgani uchun prezidentimizdan juda mamnunmiz va juda xursandmiz.